Assalomu alaykum, hurmatli meni kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Hammalaringizga xayrli kech. Charchamasdan ishlarga borib kelib yaxshi yuribsizlarmi? Uydagilar yaxshimi? Ota-onalar, farzandlar hamma yaxshimi? Issiqlarda qiynalmasdan yaxshi yuribsizlarmi? Allohim kuch-quvvat bersin hammalaringizga. Mana o'sha aktivim tushib ketdi, chunki men bir 15-20 kundan beri video qo'ymayapman. Shaxsiy hayotimda yangilik bor. Shuning uchun video qo'yalganim yo'q. Endi qo'yapman, bitta videolar qo'yapman. Lekin eski videolarim, o'sha aktivim tushib ketmasin deb eski videolarimni ham joylayotdim. Ko'pchilik negativ yozibdi, negativlarga sabab bo'libdi. Kecha kuni ro'mol yopinib chiqding, bugun ochiq chiqyapsan degan. Ular oldingi eski videolarim, ro'molsiz chiqqanlarim. Xudo xolasa ro'molga kirdim. Bir 15-20 kun bo'lib qoldi. Ro'molga kirdim. Endi ro'mol bilan chiqaman, yalangbosh chiqmayman, xudo xolasa. O yalangbosh videolar endi o'sha oldingi eski olingan videolar. Shunaqa. Keyin ro'molni o'yinchoq qilsan. Ro'molingni unaqa o'ra, qadog'ini bunaqa qil. To'g'ri, endi yaqinda ro'molga kirganim uchun u narsalarni ko'p ham bilmayapman. Endi sekin-sekin o'rganib olamiz biz ham. Qanaqa qadoq qadash, qanaqa rangli ro'mollar o'rash, qanaqa uslubda o'rash. Endi asosiysi menga shu ro'mol o'rasam bo'ldi. Unaqa jam modasiga qaramayman. Endi harakat qilaman lekin. Shunaqa. Shaxsiy hayotimda katta o'zgarish bo'ldi. Buni men mana Instagram profilimda Telegramim silkasini qoldirganman. Shu yerga kirsanglar, men Telegramimda batafsil sizlarga shaxsiy hayotim haqida gapirib bermoqchiman. Ya'ni shu 15-20 kunning ichida nima bo'lganini. Shunaqa. Hammalaringizga xayrli kech. O'zingizga ehtiyot qilinglar.